Evet, doktor. Ha? Suresh, So'rayapsiz. sigaretni ol. Chakmayman bunday. Ko'zim chakadiganga o'xshaydi, chakmayman. Qara, men chakasammi yo'qmi deb so'ramadi. Chakmayman. Puldan chiqar buni. Ishonasizmi? Bir tiyin pulim yo'q. Pulim yo'qligini oldim. Mahallada ham rashtagan uyga ketolmadim. Birisini pul olib berdi. Voy, mana bo'lmasa bor. Telefoning bormi? Ha, telefonim bor. Mana, kimga qo'ng'iroq qilish kerak? Ishingga telefon qilishing shart emas. Yo'qol telefonni. Nima berayotganman? Qo'ng'iroq qilasizmi o'ylamman. Nima peshiningdan dard ochishimni xohlayapsanmi? Ya bo'lmadi, ot qo'yib bitta telefonni. Bo'ldi. Ya qara kim qo'yadi, xo'jayin deb yozib qo'ygan ekansanmi? Ha, xo'jayin qo'ydi. Hozir shuni gaplashib olmaymanmi? Tezlashtir. Alo. Assalomu alaykum xo'jayin, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qaq ketyapsan? Xo'jayin bilan gaplashmoqman. Hozir shunda kirib, kiyimlarimni kiyib olib, ishga ketishim kerak ekan. Shunga chaqiribdi xo'jayin. Bo'l, tez chiqmay qara. Pulim yo'q deb o'tding. Uyingdan pul olib chiqolmay menga ham. Yo'q, xo'jayin sizga emas. Bo'ldi, men hozir yetib boraman. Qop. Tezlashtir. Ha, bo'ldi. Ha, xo'jayin bo'ldi, yo'lga tushdim. Hey, nima bo'ldi ya? Men ishga ketyapman endi, men sizga mana. Ya. Yo'q. Oka, mana o'zi hazillashib turaman-da. Hazillashadimi? Yaxshi bo'lib keling. Hazillashib. Odam bezib chiqadi.